Baxtiyor. Hozirgi kunda Guliston Kaspiy ko'nikmalar markazida yuk ko'tarish mashinalari operatori bo'yicha dars berib kelmoqdaman. Darslarimiz asosan ikkiga bo'linadi: nazariy va amaliy. Kranlarda qanday holatlar bo'lsa, shu holatlar hammasi simulyatorlarda bor. Hozirda tinglovchilarimiz ko'nikmalarga ega bo'lgandan keyinsiga qurilishlarga olib chiqib, birgalikda bashinli kranlarda, minorali kranlarda, avtokranlarda, ko'priksimon kranlarda ishlash jarayonlarini ko'rsatamiz. Shu sohaga qiziqqan yoshlarimizni shunday imkoniyatlardan foydalanib qolib, o'qib qolishlarini maslahat beraman. Mana hozirgi kunda amaliyot darslarini qurilishlarga kelib o'tkazyapmiz. Birinchi betga kelishdan oldin, o'tkazishimizdan oldin amaliyotlarda texnika xavfsizligiga rioya qilgan holda avval texnika xavfsizliklarini tushuntirildi. Hozir endi birma-bir bir kishilashib chiqib, birma-bir mana shu minorali kranlarimizda ishlash jarayonlarini ko'rsatamiz.